Biz Farg'ona tumanidagi Chimyon qishlog'ida istiqomat qilamiz. Bizda juda ko'p ekologik hududlar hamda madaniy hordiq olish uchun mo'ljallangan joylar ko'p. Misol uchun shifobaxsh ko'limiz. Shifobaxsh ko'limiz toza, minerallarga boy, inson tanasi uchun foydali, insonni barcha kasalliklari uchun bizda maxsus baqalar ham bor. Soy bo'yi dam olish maskanimiz ekologik jihatdan havosi toza, kislorodga boy, inson salomatligi va madaniy hordiq olishi uchun ajoyib maskan. Bundan tashqari ziyoratgohlarimiz ham mavjud. Huvaydo ziyoratgohi nafaqat diniy, balki dunyoviy madaniyatni ham o'zida aks ettiradi. Larimizdagi qirlar keng va so'lim bo'lib, bahor kelganda yam-yashil libosga burkanadi. Bu yerda turib atrof muhitga nazar tashlasangiz, qalbingiz huzur va ilhom baxsh etadi. Xulosa qilib aytganda, go'zal tabiatimiz, ahil aholimiz va yorqin kelajagimiz bilan har birimiz uchun faxrli maskandir.